Endi Ali ibn Abi Talib qarang. Bir dona xurmoga yarasha ishlab, bir dona xurmoni olib Fatima Zahroning oldiga kelyapti. Yo'lda birov Alloh uchun bir narsa bering deyapti. Allohning nomini o'rtaga qo'ygan uchun Ali roziyallohu anhu berdi. Chunki ishonchi aniqda Alloh uchun bersa qaytishi. Alloh uchun berilgan narsa albatta qaytishligi ishonchi komil. Bizam iymonimiz komil, lekin bitta ona bo'lsa bermaslikda, to'g'rimi? Ikkita bo'lsa ham mayli, bittasini berib, bittasini olib qolardik. Bir dona ya. Yana qaytarib aytaman, yarim kilo bo'lganda mayli ikkitasini berish oson. Bir donani olib berdi. Uyga qaytib keldi, onasiz. Nima bo'ldi keyin qissani davomida? Qani ona Fatimani, ona yo'q, biroz so'radi, berdim deb turdi, eshik taqilyapti.